bir kunda 9 kiloli bola maksimal 18 ta kiriyon qabul. Xuddi shunaqa ovqatning kaloriyasi qancha baland bo'lsa, kiriyon shuncha oshsin. Pastroq bo'lsa, kamroq. Shunda bolada yaxshi sifat bo'ladigan bo'lsa, to'liq qanchalik bo'ldi bolangiz? 1 yashar 3 oylik bo'ldi. 1 yashar 3 oylik bo'ldi. Bu holatda mana doim aytaman, 6 oydan bir mukovissidozda vitamin D va vitaminlarni, kalsiylarni tekshirib turish kerak. Tekshiriladi albatta. Chunki bunda doimiy vitamin D korreksiyasi kerak bo'ladi mukovissidozda. Ovqatning kaloriyasi qancha baland bo'lsa, kiriyon shuncha oshsin. Pastroq bo'lsa, kamroq. Shunda bolada yaxshi sifat bo'ladi. Hali bitta tempda bermang. Bu yaxshi. Emizayotganda lekin bittadan beraman. Emizayotganda bittadan beramiz. O'shunda sutkaga o'sha 15 ta to'g'ri kelyapti. Axlatini tekshiriladi. Axlatda hazm bo'lmagan hali ham ko'p bo'ladigan bo'lsa 18 tagacha chiqarsa bo'ladi. Bir kunda 9 kiloli bola maksimal 18 ta kiriyon qabul qilishi mumkin. Ya'ni mukoviszidoz kasalligida. Bunda axlatini tekshiraman-da, yog'li ostida axlat qalay kelyapti, ashnaqa miyam o'rnashib qolganda, demak yetmaydi. Necha yog'li desa yetmayapti ekan, qo'shaman-da. Mana ko'rdingiz, mana oldingi mukovissidozlaringizga nisbatan, qo'pol qilasan bolalaringizga nisbatan buni olib qoldi, olib ketdi, mana eplab o'zingiz ham o'sha rezimga tushib oldingiz-ku.